Assalomu alaykum. Jigarlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana biz mana shu obyektga keldik. Xullas bu yerga hozir boshlanishiga kilatchi bolalar kerak. G'ish uradigan usta bolalar. Ish ketyapti, yonyapti. Obyekt o'ralgan. Mana Rahatmoy. Ish joyi Gorod Marlupol. Nachalnik bilan gaplashib turishibdi hozir. Biz отдельный mana shu tomonni olaylik deyapmiz. Aralashmasdan bularga telefon nomer qo'yib qo'yamiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Mabodo ish kerak bo'lsa, ish ko'p ekan dedi. Bugun dogovorimiz bitib qolsa, ertadan bolalarimiz tushadi ishga. Sizlarga ham ish joy bor akalar. Bemalol usta bolalar telefon qilaverasizlar. Ishlar ketyapti avjida. Kimdir biri katlavan bilan shug'ullanyapti, kimdir svarka bilan, kimdir mana g'ish urishyapti. Juda katta obyekt ekan. Videolarni tarqatinglar iloji boricha akalar. Haqiqiy ish istab yurganlarga yetib borsin. Hamma sharoitlar qilib beriladi. Ular ham yangi ketdi. Assalomu akalar mana. Kuzatib, kerakli joylarga, kerakli odamlarga jo'natib qo'yamiz videolarni akalar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa. Yaxshiroq yana ham ishonchli, doveriyali ishlarni birlagat qilishga harakat qilamiz sizlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Allohga omonat.